Assalomu alaykum hurmatli video kuzatuvchilar, obunachilar. Damas mashinamizga yog' almashib beryapmiz. Zik 5 ga 30. Mashinamiz 20 ming yurmagan ekan hali. Xo'p, ko'zlaringni yonida iloji boricha plombadan ochib beramiz akalar. Plombasiga xudo xolasa garantiya beriladi. 5000 km probegga garantiya beryapmiz. Endi hozir bu butun 4 litr 208 olib qo'yamiz. Bundan ortganini o'zini idishiga, o'ziga silqib qo'yamiz akalar. Mabodo kesalaring biror martasiga plomba ochmasa o'zinikini o'ziga silqitgan bo'lamiz. Mana misol uchun laxtayimiz qolgan. Hozir 1 litrdan chicha ko'p oz. Mashina endi zik ochadigan bo'lsam 10 ga 40 da 10 ga 40 qontarib qo'yamiz. 5 ga 40 da 5 ga 40 qontarib qo'yamiz. Bunisidan xavotir olmaysizlar. O'sha kilometr garantiyani beramiz. Xudo xolasa mana plombani yirtyapmiz. Quyib beramiz. 5000 kilometrda almashtirib turilaveradi. Nimaga 5000 da ushlab olgansan desiz, bizga kelayotgan, o'zimizdan chiqayotgan dizellarimiz ham to'liq aktanda chiqmaydi. Keyin 5000 da to'ksiz, jiri ham yaxshi qoladi, qorayib ketmaydi, ushasiz shilimshiqlari joyida bo'ladi. Xudo xolasa nomerlarimizni pastga qoldirib qo'yamiz. Xizmatlar kerak bo'lsa, kelaverasizlar akalar, chiroyli qilib berib turamiz.